Erim meni jekpotda yutib olgan desam yo'q deysizlar. Men o'qishim kerak deb yotvoradigan tipmasman. Ko'rib turganingizdek, Italiyada ham dehqonchilik ishlarini boshlab bordim. Xullas, Toshkentga borganimizda qaynotam kamchiliklar yo'qmi deb so'radilar. Albatta, bu savoldan keyin mening dardim ochiladi. Ukrop kashnish topish rosa qiyinligini. Shuni deb Anvar akadan gap eshitib bo'lsa ham 15 kilometr uzoqdagi rus magazinga borib kelishimni aytdim. Darrov bozordan kokatlarning urug'ini olib kelib berib, ekilishini tushuntirdilar. Tuvak eksangiz ham bemalol o'sib chiqadi dedilar. Balkonimizda ishlatilmayapman deb yig'lab o'tirgan tuvaklarni tuprog'ini yumshatib, darrov urug'larimni ekishni boshladim. Hali bularning o'sish jarayonini ham akkauntimda kuzatib borasiz. Shunaqangi o'zimdan faxrlanib ketdim. Yaxshiyam tomorqamiz yo'q. Ikkita sigirni olib kelib boylab qo'yishdan ham tap tortmaydigan qizman. O'zi qishloqda katta agarodli uyda o'sganman. Lekin yer ishlarini dadam bizga uncha qildirmasdi. Yordamchi olib kelardi. O'ylasam o'zimning ham eplab tashlaydigan irodam bor ekan. Uchta tuvakka narsa ekib o'zimcha dehqonlikka da'vo qilyapman. U ish qilib meni sharmanda qilmay o'sib chiqsin bular. Yana bitta katta balkonim bor. Xullas bular o'sib chiqsa u yoqqa ham narsalar ekaman. O'zingiz ko'rasiz. Kechki payt albatta bu faxrli ishim uchun erimni meni restoranga taklif qilishga majburladim. Grow Challenge'ning 3-kuni edi. Meni kuzatganingiz uchun katta rahmat.